Kompressor kech bo'lishiga qaramasdan operativniy установка qilib berdik срочно. Sababi bu seximizga 15 kilovatli inyeksiya kompressor qo'ydik. Eng оборудование olgan ekan, xitoylik ustalar ketish kerak ekan. Shunga срочно 2 kunda hamma narsa liniyalarni tortib, hammasini chiroyli qilib berdik. Har bitta tochkamizga tashlab shtusurlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana reduktorimizga, liniyamizga 7 давление berdik. Magistralniy filtrlarimiz, bizani plus tomonimiz hamma narsamizni suvni avtonomiy qilinadi. Odam aralashmaydi. Suvni o'zi to'kadi. 3 ta magistralniy filtr ichidagi xomodiy suv, shlak, musullarni ikkita elektromagnitli to'kadi o'zi. Ikkinchisi bochkani to'kadi. Mana katta. Vlaga kondensat degan narsa bor. Suv bilan suv aralashganda shu narsalarni odam to'kib turish kerak. Biz avtomat qilib beramiz. Ishimizga baho berasizlar. Keyin bitta plus tomonimiz o'zi shu 3 ta narsaga mashincha territoriya kerak bo'ladi. Biz 3 dan 1 territoriyasiga tiqib berdik. Hamma narsani ekonom. Bu yerda joy muammosi ekan. Kompressorimiz 15 kilovatli invertorli kompressor. Firma Zonch.